muhiti saf, tabiiy yeshillik, qo'rg'as, ekson maychilik zavodi. Germaniyaning ilg'or texnikasi, xalqarada oldin qo'rindagi may ayrish chekkilash oqma liniyasi, 36 ming kvadrat metrlik zo'r ko'lam, yurishlashgan ishlab chiqarish, kundilik 50 tonna saviyadagi avtomatik qachlash, yillik 12 ming tonna may chekkilash saviyasi, tabiiyligi saqlangan, suftiga, tarkibiga, quvvatiga kapolatlik qilingan yuqori sifatli, ishonchli, sog'lom mahsulot ekson maylari. Assalamu alaykum Misranim To'rining aziz ishtirokchilari, sodiq qo'llovchilari. Yaqinqi bir qancha kundan buyangi tor bekatlarimiz, undidorlarimizda Ali muallim to'g'risida bo'linayotgan gap so'zlarga nisbatan biz Ali muallimni maxsus ziyorat qilgan edik. Tashqin, 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 tashqin. Nima tashidi? Sog'lomlik, kuch-quvvat, go'zallik, aql-farosat toshadi-da. Bu yaxshi gap. Nima ish tashidi o'zi? Albatta, toshqin oqsuv to'lqinlari bo'lganiga toshadi-da. Tashqin, 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 tashqin. Tashqin, tashqin. Psixologiya degandan qat'iy xabari yo'q bir turkum atimlavandi. Ya bir hamda boshqa bilimi yo'q. Hamda shu xet ura olish kerak kompyuterda bunda Uyg'urcha xetlini urish texnikasi yaxshi ham bo'ldi. Ham vaqti bor endi. Eng muhim. Ko'p vaqti bor odamlar bilan. Jiq ezib o'tiribdi bular. Tarixdan buyon bunda bir turkum g'ojilaydigan odamlar bor. Biroq bular bu ketim tarix o'xshamaydigan edi. Xato daraxtdan birini g'ojilab qo'ydi. Ma daraxtni g'ojilg'uvchilarning tishi sunib ketdi. Davi kona uburnilar var. Shu yozda shu uburni chiysak, uburni bir chivilli var odamning kassa qo'nib oldigan. Ba'zi bir inkasini ko'rib qoldim. Shundaq yaxshi yozgan, mo'l mazmunliq bir qiz. Bilimlikdek tuyuldigan bir, tusuyuldigan bir yazmalar var. Bundan ichida vakil xarakterligidan Turkiyadan yozdigan bir bola var. Nomma, Omon deydigan bir bola. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misranim Tor bekiti. Misranim. Yerip charchiganda, chanqiganda, tamoqdan keyin ko'ngil faqat obida soda suyini tortadi. Haqiqiy o'zingizga tava bo'lgan jushqunlikni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi obida soda suyi. Jonning huzuri. Biz oldingi son filmni Misranim To'ri bekitida va har qaysi salonlarda tarqatgan edik. Bu film orqali to'rdoshlar ma'lum nisbatda temalar qarta javob topganmi bo'ldi. Biroq Ali muallim bugun yana yangicha gaplarni, yangicha savollarga yangicha javoblarni bermoqchi. Unda o'z diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Oldingi qitim Zivida xonimning sizga yozgan temasi qarta siz bu haqda tafsiliy bir tushunchalarni va ko'z qarashlaringizni bayon qilib o'tgan edingiz. Endi Zivida xonimdanmi boshqa tor bekatlarda nurg'unlagan kishilar, ya'ni bir qancha kishilar sizga yana tanqidiy maqollarni, shundaqla ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tgan edi. Endi bularga nisbatan qanday pozitsiyada va bularga qanday bir javoblarni bersiz, anglab baqsaq. Endi Zivida xonim, anandagi Mashinjan pedagogik universitetida Mahbret xonim deb bir xonim bor, doktor, psixolog doktorchi. Bu xonimlarga men cheksiz hurmat bildiraman, menga ustozimizda. Bular har qanday tanqidiy fikr qilsa, biz ko'ramiz, alayda uning astoydil muomala qilamiz. Endi bir turkum shu meni ko'rsa tufkurkunim jutenmaydigan bir turkum. Psixologiya degandan qat'iy xabari yo'q bir turkum atimlar var.
Ostrovskiy mi? Şundan bir gibi var mı? Ot ulap yanmağa ademden puqrap is chiqdi deydi. Shu puqrap is chiqayotgan odamlar bu. Hem bular ya psixik bilimi yo'q. Ya bir hamda boshqa bilimi yo'q. Hem shu xet ura olish kerak kompyuterda bunda Uyg'urcha xetlini urish texnikasi yaxshi ham bo'ldi. Hem vaqti var andan, eng muhim. Ko'p vaqti var odamlar bular. Jiq ezib o'tiribdi bular. Ödek deyim, ödek var ama ödek. Ma ödekning alaqa su ya biliqdek suzmaydi bular. Su chilinib qo'yib chiqdi da. Uçamdaki desem tamdan alqıp bemdelik. Uçammaydı da alaqan qilib qo'ydi, tamdan alqıyanmaydı. Çopamdaki hem quruqliqda otdek dese, mağda quruqliqda ig'anlab otdekmasda. Ammo bular biliqimi gap qiladi, otqimi gap qiladi, qushqimi gap qiladi. Bunun zadi bir iliq kesbining tayini yo'q ham. Birasi naqsh urilsa uni zanglik qilayotgan, tillayotgan, bira sirik urilsa uni tillayotgan, bira yozib chiqsa uning kallasini g'ajilayotgan. Ham buni kesib ham da g'ajilash endi. G'ajilash. Bunda g'ajilaydiganlar tarixdan bu ham bor. Tarixdan bu ham bunda bir turkum g'ajilaydigan odamlar bor. Biroq bular bu ketem tarix o'xshamaydigan edi. Xata daraxtın birini g'ajilab qo'ydi. Ma daraxtni g'ajilagan g'ajilg'uchilarning tishi sunib ketdi. Shunga meninglik deydiganim chuqum yaxshi bir tish sepkilish kerak. Oltindan, olmasdan sepkilish kerak. Ondan meni g'ajilsa bo'ldi. Yiliqi kichik vaqtlarimizda bir himba. Daha bir kona bir uburnili var. Şu yazdı şu uburnu çiysek, uburnu bir çıvıllı var adamın kası konu valdı. Ne bir aram kıladım. Ya adamın çakalmaydı o, uçup yürüydü. Çıvıllam de, çıvıl. Şu değmem mi? Buludu, tanık kıysan buludu bana men bir şey ketmeden. Hem ketmeyme. Ama bilimlik ulap gel. Bilimin olmasa ilimlik ulap gel. Bilemem ilmem olmaz yok. Çivil, menem bakamel çivilmeden bir aram kıldı mı? Ma bir tadqiqat var. Eserlerisinin çok. Bu eserlerinin içinde cıqları, o'zining neshtirini, gullar sancıp, şirni şurab, esel yasaştı diken. Ama 20% her vakin, bunu qanday qildi ekan desa, Şırın jığıdığan neşterine nimeге aylandırır ekense hücum kıldığan kuralga aylandırıp o 80% her jıqqan herinin hücum kılıp onun hasilini bulaydı eken de bula. O alimli bunun gayran kılıp bu bommaptı bu deyip bu 20% herini naçar herini çıkarıp taşlıp etti. Ama hayran kıralık nim bolduysa bulun çıkarıp etse ama 80% yakşı herinin yanı 20%'i naçar heri göz gerek eken de Alim nimini bildi desem bu muhim ki dedi. Şu an cemiyettim o 20% gindila aşındak bir yartılıp ketken oyundak bir asal oğurlaydıgan herli buludu. Naçar desek olmaydı bunu çünkü bulum ama yaxşı 80% yaxşı adam nim kutturdu olsa mevcutluğunu saklap kaldı. Malımız alının içinde yani 20% özgürep gitti. İkilogilik tanqonlukka bulan geldi. Hem de muşu banada belki maşılcıqni asun ügünüp mana bana bir sözleydigan bulap kelse mana men qabul qilaman go ismini oshkorlayolmayken de o'g'urdek ismini qo'yib oladi ekan tamning oqidan marab qo'ydi ekan da marab qo'ydigan bir odamlar bor ismini o'tirib qo'y nom sharifing nima sening eli ma'lumga gap qilgidek salohiyatning bormi bo'lmasa hozirla agar shunda salohiyating bo'lib oshkorlayolmayotgan bo'lsang o'g'urdek nim qilmay chiqmamsa desang mana paranglashimiz emasmi bu manda gap bu ma to'rda ba'zi salbiy inkosli jiqdek turgan bilan bu jiq odamning ishi emas bu az odam ama ketim sani ko'p men da'vatman bir o'xshash odam her xil siyoqni yezivatqanli bir gap bu da'vatman da tamning oqidan marab qo'ydigan bir odamlar bor maraqchi deydilarda
Şu bo'ladi deydigan gap. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim tor bekiti. Misronim. Endi bu inkasning ichida hamma nachar degan olmaydi. Ba'zi tanqidlamchi. Ba'zi bir inkasini ko'rib qoldim. Shundaq yaxshi yozgan, mo'l mazmunliq bir xil bilimlikdek tuyuldigan bir, tusvirdigan bir yozmalar var. Bunun ichida vakil xarakterligidan Turkiyadan yozdigan bir bola var. Nomma Oman deydigan bir bola. Endi bu bola kelsak, bu bola murakkab terminlarni ishlatishni yaxshi ko'radi. Gaplarni murakkab qilishni amroq. Endi men burun shunda aytdim, qancha murakkab gap qilsam, odamni shuncha menalaqa bilimlik deb qolamiki deydigan. Endi bir odamning amaliyotda bilimi qancha o'rligan siri shuncha oddiy gap qilganlab ketadi, shuncha yumoristik gap qilganlab ketadi. Murakkab gapning hammasi ilmiy bo'lib ketishini atayin. Ullik gapning hammasi haqiqat bo'lib ketishini atayin. Ba'zida pichirlab qo'ysaqmi, butun dunyo uni anglay oladi. İnsanlar işgil odam bor. Birisi qandoq desa, har qanday ishdan hikmat topa oladi. Har qanday ishdanmi hikmat topa oladi. Bir qism odam bor, har qanday narsadan qusur topa oladi. O odamga onaning sharbatini siqib bersangiz, ichib tepani. Ya, mush onaning sharbati chiqqan ona, nachar ona. Da'vatgan gap sharbat ichib etib. Hamma narsani hikmat topa oladiganlar desa, uningga siz shunda ochiq limonni tashlab bersangizmi, siqib uningda sharbat hosil qila oladigan odamlar. Muhit to'g'riliq gap qilgan bu bola. Men bu yerda da'vat qilib nima desa, har qanday nachar muhitni sen o'zingga foydali sharoit aylantira olaysan deyotgan gap. Jaklokning tajribasi shuga. Ko'p tajribasi. Aphids deymiz inglizcha aphids. Qusur topmasin, aphids. Ko'kpish deb tarjima qildi deb. Aphids. Bu bir tosh teklida bo'ladigan bir xil nima-chu bu? Undaq bir parazit narsa. Olimlar tosh teksidagi bu ko'kpishni shu undaq derizdan oldiga ekib qo'ydi, issiq qo'yga. Shundan buni suv qo'ymadi. Shundan bu tashdek gul qurib buning hayoti qolmagan vaqtda asli qonunti yo'q, ko'kpishqa evolyutsiyalanib nima chiqayotgan gap desa, qanot chiqayotgan gap. Mayada ko'kpish buni qandaqdir bir xil mana hayoti qolma deb qoqshashqa, qusur tepish ishlatmayotdi, o'zini bichora qilishqa, oshiningdan foydalanib qanot chiqarishqa sabab chiqilayotgan gap muhitni-chu. Men shuni da'vataman. Ham kishilarni shuning yetaklayapman. Har qanday narsa hikmat va da'vataman. Nitsi elib aytgan. Sen o'ttirib yetenmagan narsa seni kuchlantirib yetadi dedi. Bu nim degan gap desa, har qanday bir qiyinchilik da yoki meni iqtisodiy qiyinchilik, nikoh qiyinchilik, xizmat qiyinchilik, har qanday qiyinchilikda odam faqat yiqilmasalar, osh qiyinchilikni o'tib ketsanglar, sen kuchib ketsan degan gap. What doesn't kill you make you stronger deydigan rivoyat. Ammo balacho desa, ayna shundaq bir odam yordam berimi desa, oyg'in to'pulab ketibdi da'vatdan bir masala bormaydi. Endi meni shundaq afsuslandirgan bir ish bor. Bu bola shundaq jiq narsani biladigan, uchurni bilish deymiz. Men bu bola deb qo'ysam, kitobni o'qib tugatkila olmaydi. O'qa menchilik o'qiydi. Tugatkila olmaydi kitobni. Ammo haqiqatni cho'q desa, tizli topqil bo'ladi. Ba'zida haqiqatni oddiy bir kesibdimi topqil bo'ladi. Navoiymi, navoiyligini qilib turibmi, kesibni suyib turibmi, haqiqatni topa oladi. O'qituvchimi shu, doktormi shu, shundaq. Hamma odam kesibini so'ysa, hamma kesibda haqiqat bor. Shu kesibni qilishning o'zi yuksak bir ibodat hisoblanadi asli bu. Kunzi deydi emasmi? Kunzi deydi-ku. Kunzidan podshoh so'di. Mushu davlat idora qilishning bir usullarini deb bersangiz desa, kunuz nim desa, ayollardek, ballardek, amaldardek, qaravuldek bo'lsalar, davlat o'zligidan yaxshi ma'noda dedi. O'xshash bir jamiyatdimi
navaylıqını qıysa, samspazlıqını qıysa, o'qitishini qıysa, psixologlikini qıysa, jamiyat to'limi gullanadi, hammasida haqiqat bor. Yo'l tozlaydiganlarning, yo'l tozlayotgan oddiy ish bor shu. Oshiningda men haqiqat bor. Oshimi bir ömür o'zining kesbini so'ysa, yo'l tozlayotgan kesbini, aşmen ahirde kimni tapıdı dese, ilahni tapıdı. O'xshash. Kesbdan tapımız. Amma bala nurg'un uçulun to'plabapti kallasigacha. Men bu yaşında atdım 5 yil oldida. Manda odamning bir unda qatlam bor-da. Birinchi qatlam yolg'on qatlam. Odamliga men mushunda bo'lsinken deb gaplaringizni diqqat qilsiz. Hareketlerinizni diqqat qilib boshqalarga ta'sir beradigan. Yani başkalarının aldığı obraz tiklaydigan bir menba. Yerip ketisi bununda. İkinci menba. Başkalarının sizni bayqab qilishdan qo'rqadigan bir menba. Mush undaqligini bilib qolmasda. Erlarning ko'pinchisi nimadan qo'rqaydi desa, başkalarının onu iqtidorsizligini, iqtidorsizlik deb o'ylab oladi inson o'zini. Şuna aşındaq geplər kek qalsa, məsələn sizə məsləhət versə, ya hər xil geplər olsa, ya sizdən üstün adamlar görsə, elə siz aşkarlaşını qo'rqaydigan men dərhal çaşrab qopab ketadi. Şıqıl inkas qaytırdı. Biz fight or flight mexanizm deymiz. Bir olsa hech qanday adam ko'rinmayli, jim turib oladi, yuzini tuvan ko'rdi, ya ko'masa hamma adam bilan urushib turib oladigan. Bu yerda ma'lum odamning u yaxshi odam bo'lishi, boshqalarning uning chavak chelishi hargizmi o odamning tüvellep ketkinden direkt vermeydi. Ama nurgun adem olsa bunu muşunda tercüme kılıp yapar. Bu bala depto bir epsilon doğaş neyim olsa men eli kurban degen bolgu gaynı men dedim esma. Ma eğir psikikideki acayip tükşep ketkeş. Demek bu balığa bütün dünyadaki ademler mıhulap göründüken de mıh. Men dep koyma bu balığı yetkizip koyanlar. Bu bütün dünyadaki ademler mıh emez. Hiç kandak mıh yok. Ama bu bal nimdi desem men bolgu qaynaman dedi. Men bu balığa niminne tüyjen qilaman desem Wounded Inner Child deydigan bir kitap var. O'zi bo'ladi ama inglizchani Wounded Inner Child, yaralangan ichki bala deydigan. Har qanday odamning qalbida ashundaq bir yaralangan bola bo'luvchi qechib yurimiz ash baladan biz. Uni Carl Jung nimdi desa shadow deb olgan, soy deb olgan. Hammamiz ash soyimizdan qechib shu soyni boshqalarga ko'rsatmaymiz deb bir yaram bo'lamiz. Men mana mushuni soyni qabul qildim. Men shuni yaxshi ko'rdim, balliq davrimni kechirdim, balliq davrimni so'yganligim uchun mening bugun kunim kelyapti. Men qila oldim, yana nurg'adim. Buni qancha qiladi? Shu qiyg'a odamni ko'rgandan qiladi. Sunuqninkin o'zi bor emasmi? Sunuqninkida yeliq sunuqning maymun ballarini topadi emasmi? Sunuqga deydi maymunlarcha ballari. Sen muş şakiratmada ütep ketsen sen biz seni padişah kılımız deydi. Emniyeti sunukun şakiratmadan ötmezden burulla maymunum üteleydi. Fakat maymunla yüzün üteleydiğallıkın nim kılanmadı bilinmegen. Sunukun ötkendikin maymunum ötkendik. Şuna men bu yerde dadamını misal gelişini, anamını misal gelişki sebep neyim o dese men üzem kubul kıldım vallahi. Sırlımı kubul kılınla, keçip cümenla. Eğerlikle başkalarına aşkarlanıp gelişten qo'rqaydigan men bu silni veyran qilib yutidi, avara qilib yutidi, bu silning taraqqiyotini tusidi degan bir gap hamdi bu. Ham siz o'ylab boqing. Mendek bir odam ham tuyuqsizlar hamma odam hamda qarshi oldigan Uyg'ur ashunda dötma. Ana döt ko'rdi ekanda bular. Ni aqlli, ni nodir, ni kalsuch qadamlar bor. Eyli ma'lumning makuni mandali kelib qolgan kun emas. Bu kunning ichida mush geplarni da'vatgan, osh leksiyalarni so'zlayotgan so'zlarning orqasida g'oyat zo'r bilish bo'lmasa, eyli ma'lum unchalik gapni qilolmaydi. Newtonning kallasi bu olma uchib keliblar, hammani bilib qolgan emas. Unda sho'smi hamma ballani yig'iblar olma bog'lib yetaman emasmi? Hammadan balını yig'ib o'qitib nima qilamiz? Yig'iblar hammamizni birdan olmaning darxiga bog'lab qo'yma, hammamiz Newton bo'lib ketsa olmamdi. Unda olmaydi. Nurg'un jarayon ketdi bunga. Men dedim-ku, oddiy gap qilish uncha oddiy emas. Boshqalarni kuldirib haqiqiy sindirish uncha vala oddiy emas. Buni bu bala cho'qim his qilish kerak.
Hem ilim-pen taraqqiy qiladi qarang, ha. O'zgarsiz, chuqum o'zgarsiz, yangilikni qabul qilamiz. Psixologiyadami shu? Psixologiyada kundi yangilik bor. Kundi yangilik chiqib turdi. Birisi degan gapni yana birisi chuqum inkor qilib turdi, tajriba qilib turdi. Biz yangiliklar ushishib turishimiz kerak. Endi shu vaqt bekitib qo'ygan shu Freudning soyasidan chiqolmaydigan ish yo'q. O Freud bo'lmamdi. Biz yangilik intilib turimiz. Qandaq narsa bizning turmushimizga foydali olib kelsa, shuni qilamiz. Men bir kitobni o'qib, men bir kitob ishini qo'ymayman. Balki mening o'zimning ideyasi bor. Faqat mush ideyamga mos kelgan narsalarni boshqa kitoblarda ko'rib qolsam, ma ideyani menda ifodasam bo'ladi ekan deb men ifoda usulini o'rganaman. Kitob degan o'g'it emasmi u? O'g'itni yeyib olamdiq. Yeyib olmaymiz. O'g'itni mandaq etizga ko'kimiz üzümüzning yeydigan bir mandaq bug'doy o'sib chiqadi. Kitob o'g'it yeyib olsa qo'ymaydi. Har qanday odamning yozgan kitobinchimi? Uni bir o'g'it qilib o'zimizning tafakkurini gullantirish uchun ishlatamiz. Odamning taraqqiyotini bilmagan narsa emas vaqt kelganda yamaraq bilib olgan narsalar to'sib yutadi. Siz men bilaman degan narsalaringiz vaqt kelsa sizning taraqqiyotingizni to'sab qo'ydi. Yangilik. Şu Pisagora deydi-ku. Pisagora. Ma Uyg'urcha Pifagora deyapti buni. TH namda Pisagora asli bu. Uyg'urcha fi debdi. Tilshunoslar balki menda to'g'ri topgan bo'lishi mumkin. Hurmat qilamiz-ku Pifagora. Pifagora nim degan desa, o'xshash daryoda ikki qatim suv zemmaysan degan. Bu nim degan gapda sen mayaga tushding, chiqding, yana tushsang, suv eqipılıdı. Sen bayatın düşken o'rningni ikinci qatim topolmaysan, dünya o'zgarib turadi, o'zgarishchan bo'ladi. Ya xushallik bilan o'zgarsan, ya xapilik bilan o'zgarsan, ish qilib o'zgarsan degan gap. Shu men ziyolilik da'vat qilim. Chuqum yangilikni qabul qilish kerak da'vatiman. Men qadim ota-bobolarimizni hurmat qilmoqdaman. O'zgarib turmushni moslashtirishimiz kerak da'vatiman. Miyada başka gap yo'q. Shu hozirgi masala nima desa, alaqa. Bunda bir raxti ishdan kelib olgan bir ish bor. Masiman nima? Oq narsadan. Shuniki masidan degan bir ishdan kelib olgan, latishdan deyli. Kelib olganlar nuzeyku ishdan kelganlarni zangli qilib atgan ish bor. Nuzeyku kiydi. O da'vatgan gap ilm-pen sohasida. O bu nuzeyku kiyimiz hamda. Amal yo'q. Nimishqa pishiq yarışıdı. Kiyimiz de bunu qanday qilamiz? Bu o'zgarish bu foydali tursa ham qanday qilamiz? O'zgardi. Shuna bu baliq deb qo'ydig'im shu bilimlikkan ayna. Ismini taqdison, kitob yozsin o'qiyman. Yo'qimiz kelsin men paranglishman, men mana tarbiya olaman emasmi deyman. Men yuzni bilib başqalarni bilgan narsa mening bildigan 100 narsaning ichida bo'lmasa, meni o'qituvchim shu. Men mingni bilsammi, men bilmaganini biz bildi, o'qituvchim shu. Hammani bilib ketolmaymiz-da. Inson faqat bilayotgan bo'ladi. Bilgan bo'lmaydi. Bilgan degan insonga xos sifat emasmi? Bilayotgan bo'lamiz, bilishayotgan bo'lamiz. Shuna bu baliq deb qo'ydig'im shu. Ondan ba'zilarga hurmatsizlik ahvollarimi shakllanib qopti. Shuna ilm-panda qanchalik nimasi bo'lsa, mana men tayyor emasman. Ilm-panda tushuma, mana bilim-panda tushuma. Ping-pongchur o'ynaymi desa, ping-pongchur o'ynayman. Mun bo'lmasmi men deyman. Ammo anda qilsa men bizli meyli ko'tarib ketimiz-ku, ba'zi ancha kitob o'qimaydiganlarning mingsini qo'lda olib, bir murakkab bir gaplarni qilibla o'zini bilimli ifodalash bu bir bilim egasiga mos kelmaydi. Haqiqiy bilimli odam bunday narsani bir lig'iz gap bilan tugitadi. Ma'ni biz nima deymizsa, bilim deydi. Taş takılsa aksılda, sap basılmol taşkında. Gün
birlikning göhrü o, kuch quvvatning javhri o, toshqin namliq bu asil, tanning quvvat o zir o. Haqiqiy quvvat. Aqsilda. Aqsilning yaxshisi. Toshqinda. Men yana aqsil ichiman. Saharning mayin shamili epkagan ehson meyning xushpurqi qalbimni ixtiyorsiz larzaga selib, meni o'sha ehson meyi bilan to'lgan haroratli joyga taqozo qildi. Chunki bu joyda bizning sof va haqiqiy muhabbatimiz opriydi bo'lgan. Ajr mehnatning va yerlik an'ananing hosilati bo'lgan ehson meyni shunga abadiy unutmayman. Hayotga jon berguchi ona yurt himmati ehson maylari. İsil meyveler bağda okşaydı. Meyve şerbetleri abide zavıdı da okşaydı. Aldı bilen meyveler tavlanıp şerbet kılınıdı. Ak ügütlerden potulki yasılınıp kaçılaşık tayarlanındı. Andın şerbetler iş ketilip ihlas bilen pakiz muhitta akmı liniyede bu potulkular kaçınlandı. Çıraylık marka orludu. Ahırda top bilen tuşulup cay caylağa, teşnadıllağa meyvelerinin isil temi yetkizildi. Bu ceriyalarının hemmisi abide zavıdı tamamlandı. İşenç ve isil tem abidede. Abide meyve şerbetleri. Bilememi. Ama sizlar biladiğandek kıyafet kiravanmanlar. Biladiğan adamın küze manda bulur manda. Ma ko'z yaxshi qarash kerak. Yaxshi qaranglar, ma ko'zni ko'zdan oqqoshmay turib qaranglar. Bundaq tanqidlar, bundaq qiyinchiliklar, bu xil besimlarning odamga foydasi bor. Shunga nadan bo'lmay, mening bir dushmanim bo'lsa-mu, menda aqlli, bilimli dushmanim bo'lsin. Nada odamlar bilan tas qo'sham yo'q. Yo'q, faqat bilan men buni qoyil emas desa, Uyg'urlarning bir gapi bor-ku. Qerig'anda topgan bola aqlli xuludo deb. Mush gap yetadi emasmi deyman. Bu nahayat sog'lom asad. Mushunda asad bo'lish kerak. Itrof qilib turib asad qilamizmi? Yo'q. Qilim buni. Hech bo'lmaganda shak berib qo'yib bo'lsa-mu, qanchak chiqalasam, tiniqim az qog'icha to'nglab ketib qog'icha men chiqib, mendan chiqib ketaman. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim Torbekdi. Misronim